Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz yana sizga yangilarni ulashdan to'xtamaslik maqsadida yangilarni chiqarishda davom etamiz azizlar. Biz boshladik. Diqqat. Hozir sizga namoyish etmoqchi bo'lgan lavhamiz azizlar. Shunaqangi original lavha. Siz qaynonasini shu darajada yaxshi ko'radigan insonni ko'rganmisiz? Menimcha bizda topilish muammo bo'lsa kerak. Chet elda ham bunaqasi bo'lmasa kerak. Shu darajada qaynonani yaxshi ko'rish mumkinmi? Qaynonaga bo'lgan muhabbat, qaynonaga bo'lgan mehr. Men boshqa gapira olmayman, to'g'risi. Uni yaxshisi o'zingizlar ko'rganinglar ma'qul. Marhamat, bizda mehribon kuyov. Birgalikda ko'ramiz. Nega haligacha natija yo'q? Biz harakat qilyapmiz. Harakat qilyapsan. Nega meni qaynonam haligacha topilmadi? Nega meni qaynonam topilmaydi? Harakat qilayotgan bo'lsalaring, ko'rdilaring, menga qara, sochingni o'stirguncha, sochingni o'stirguncha qidirsang, topsang bo'lmaydimi? Sochlaringni orasiga kirib, bitga o'xshab yo'q bo'lib ketmagandir meni qaynonam. Hamma qabristonlarni borib ko'rdilaringmi? Shaharlarni ham ko'rdik. Hamma yo'qni ko'rdik. Tumanni ham ko'rdik. Voy, Ko'ryapmiz. Qayerda? Menga qara. Morglarni ko'rdilaringmi? Bordik, ko'rdik. Kasalxonalarchi? Ko'rdik. Hamma milisaxonalarni ko'rdilaringmi? Ko'rdik. Morglarni ko'rdilaringmi? Ko'rdik. Ko'rdik. Musulxonalarni ham borib tekshirdilaringmi? Bu yerda nima qiladi? Sizdek insonni qaynonasi. Menga qara, meni qaynonam, rahmatli qaynatamni faqat o'sha musulxonadan topardi, o'sha yerdan izlardi. Diskotekalarni ko'rdilaringmi? Shahar diskotekalarini. 75 ga kirgan kampir diskotekada nima qiladi? Nima qiladi? Nima? Qari ot jimjimaydimi? Qashqadaryo xalq maqoli. Menga qara. Yoshligini eslab borgan bo'lishi mumkin-ku. Qaynatam bilan tanishgan davrlarni eslab, o'sha yoqqa borib diskotekada ko'ngil xushlik qilgan bo'lishi mumkin-ku. Menga qara. Men bu sochni o'stirguncha aqlni o'stir. Axir, Mr. Don, biz izlayapmiz. Izlayapsan, qani izlayotgan bo'lsang natija. Natijani ham izlayapmiz. Sanchi, sen nima qilyapsan? Mana shu ro'yxat bo'yicha axtaryapman men. Ro'yxat bo'yicha axtaryapsan. Seni nega shaharga rahbar qilib qo'ydi, bir foydang tegmasa? Meni qaynonamni to'plaring. Topamiz, Mr. Don. Topamiz. Nima topamiz? Qaraymiz qaynonangizni. Diskotekaga borganda o'ynash kerak emas. U yoqqa borib qidirish kerak. Nahotki morgda bo'lmasa, shaharda bo'lmasa, hech qayerda yo'qmi? Yo'q, hamma joyda qidiryapman. Yer yutmagandir meni qaynanajonimni, qaydasiz. Jannatim, qaynanajonim. Yer yutganda ham oson qidirardik. Mr. Don, biz albatta topamiz qaynonangizni. Boss, menga ruxsat berib turing. Nega ruxsat beraman shu payt senga? Qaysi kalla bilan aytyapsan ruxsat bering deb? Hozir bilasiz. Qanday ko'nglingiz sig'di? Hozir bilasiz, aholini ro'yxatga olish boshlangan. Men o'zingni ro'yxatga qo'yaman, qora ro'yxatga tiqaman hozir. Qaynonamni toplaring. Topamiz. Bir to'la soch to'kilgan bo'lsa, kalga oldirasan sochingni. Xo'plar, boss. Pagoningni yulaman aytib qo'yaman. Xo'p. Tushundingmi? Jannatim. Siz asabiylashmang. Biz albatta topamiz. Jannatim, oyijonimni topinglar. Hozir. Do'stim Elton. Shu vaqt telefon qilganman uni ham. Allo, do'stim Elton, yaxshimisan? salom do'stim Don, qalaysan? Rahmat. Sen so'ragandan beri
Kayfiyatim ancha a'lo. Shunday og'ir kunda meni tashlab qo'ymaganingga rahmat deyman. Bilaman, oxirgi paytlar tushkun kayfiyatdasan. Ha, bilasan meni jannatim, qaynanam, oyijonim, yo'qlar dom daraksiz. Qayerga yer yutdimi? Yer yutgan bo'lsa, yerlarni tagini ham kovlab topishga, qidirishga roziman, lekin yo'q do'stim. Lekin men bor ekanman, sen kayfiyatingni tushirmasliging mumkin. Senga yangilik bor. Yangiliging bor? Qanday yangilik? Biri yaxshi, biri yomon. Yaxshisidan boshlaymi, yomonidan boshlaymi? Yaxshisidan boshlay qola qol. Biz seni qaynonangni topdik. Nahotki? Daryodan topdik, daryodan. Daryodan? Nahotki meni qaynonam tirikmi? Bilasan-ku, yomonga o'lim yo'q. Xudoga shukur, tirik bo'lsa yaxshi, Xudoga shukur. Biz qaynonangni daryodan topib, shunday olib chiqqandik, qaynonangga ilashib bir gala qisqichbaqa chiqdi. Qisqichbaqalar? Bilasan, men qisqichbaqalarni yaxshi ko'raman. Xo'p. Biz maza qilib qisqichbaqalarni yedik. Qisqichbaqalarni yaxshi ko'rganimdan bilasan, to'ymay qoldik va yana qaytarib qaynonangni daryoga tashladik. Do'stim Elton, agar meni haqiqiy do'st deb bilsang, sendan iltimos. Qaynonamni daryo tubida uzoqroq tursin, ko'proq qisqichbaqa olib chiqsin. Axir men ham qisqichbaqani juda yaxshi ko'raman-ku do'stim. Bayram kelsa qo'shaloq keladi deydi, men albatta boraman do'stim. Men bo'lmasa qaray. Yurlaring soch o'stirguncha. Haligi Nima haligi? Misrdon bir botqoqqa ham tashlab olsin iloji bo'lsa. Nega? Qurbaqa yeging kelyapti. Yo'q, bilasiz, delikatez ovqatlarni men juda ham sevib iste'mol qilaman. Xavotir olma, o'zingni botqoqqa tiqaman. Tushundingmi? Agar seni yeb qo'yishmasa, oldimga tush. Kelinlar. Qaynona ham bir ona. Jondan suygan o'g'lini berib qo'ygan. Mehribon qaynona, ko'rdilaringmi? Ey! Kelinlar nolaysizlar, lekin kuyovlarda qanaqa mehribon ekanligini ko'ryapsizlarmi? Dahshat. Bizda keyingi xabar. Ha, azizlar, yana Akula informatsion dasturida sizni sevimli lavhangizga aylanib borayotgan Nodir ruchka hikoyalari. Marhamat, hozirgi lavhamiz Nodir ruchka daftaridan bitiklar deb nomlanadi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Chekasan, qoldirmaysan. Kecha dadam ushab olgandan beri chekmay qo'ydim. Ey, danay. Shu zaharni mendan qizg'onyapsan. Bo'l. Dars qilyapsan. Darslar ham yomon qiynayveryapti. Qo'yaversan. Bu dozasi ko'payapti, miyaga sraz tepa. Hozir charchab chiqdik-ku darsdan. Mana shunaqa qiling. Xohlab Qara, buni suvga botirib turib, kechasi quritsang, unda ham yomon tepar ekanda, bo'lib. Birato'la tutun o'ldirsin. Hammasi bir zahar, lekin Olma yegasan-ku. Jipriq tirmizaklarni sigara chek. Olma. Voy, nimadan qiynalib tekin bular, ha? Nima hayot qanday qiynabdi bularni? Olma yeganda bo'ladimi? Cheksang. Mana. To'xtate. To'xtabdi, dozasini ko'paytiray men. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Kamerani qo'yinglar, o'rgilib ketaysizlar. Voy, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Aylanib ketay. Xo'p, o'rgilib ketay. Qani, ko'raymi? Assalomu alaykum, tog'a. Miyani shunday qo'yib yuboradi-da. Qani? Ey, menga bering buni, menga bering. Tog'a, uzr emas. Oho, ingichkasidan-ku. Oho, bu o'rgatdi. Shu o'rgatdi. O'zi o'rgatgan. Bu o'rgatsa sen qilaverasanmi sen? Urmang, tog'a. Urmang emas. Aylanib ketay. Oho, bunday orqasini qissa. Shirin bo'ladigan-ku.
Tog'a. Shirin qiladi-da bu. Tog'a. Masalan, hayotlaringni bor-ku, hayotlaringni zulmatga aylantiraman masalan. Hayotlaringni achchiq qilaman bor-ku. Yana 8 tadan uring, dadamizga aytmang. Ya, bu dadalaringga aytishmasligim uchun nima qiynaladi, ha? Nima qiyinchilik ko'rdilaring, senlar sigaret chekyapsanlar, ha? Darslar, maktab. O, maktabda dars. Matematika. Matematika qiynadi. Voy nonay, matematika o'qituvchilaring bor-ku, shunday bor-ku. Ta'zirini berishim kerak. Qiynab qo'yibdi sizlarda, ha? Juda Yomon-da, asabiy. Asabiyammi? Voy o'rgilib ketam. Mana o'shalar majbur qiladasizlar-da chekishga. Miyani achitib tashlayapti. Ha? Miyani achitib yuboryapti. Miyani ochdi. Oynonay. qo'ydi. Ha? Ikki qo'y. Bunga 2 qo'yuvdi, siqilib qoldi hozir. Voy stress qanday edi, ha? Sen xotin nimaligini, uylanish nimaligini bilmaysanlar hali, ha? Voy sonlar bor-ku, sonlar, ahmoqlar. Nimacha sanlarni hayotda bu ko'rgan qiyinchiliklarni bitta PUBG'da yutqizib qo'yganlaring xolos. Voy, menga qara. Nega chekyapsanlar? Kelishaylik. Dadangga ketgan yaxshimi bu video? Yo. Ha? Qayerga borgani yaxshi? Dadangni kaltagi yaxshimi? Yo. Bormasin. Qayerga bormasinmi? Aylanib bormasin, ha? Bo'ldi. Qani bu telefon qanaqa telefon? Buni tug'ilgan kunimga dadam sovg'a qildi. Tug'ilgan kuningga dadang keyingi safar kaltak, remenlar bilan kutib o'tirib sovg'a beraman o'g'limga deb aylanib ketay. Yo'qotib qo'yding deysanmi? Deysan-a? Onam urishadi-da. Deysan? Bo'ldi. Yo'q, deyman. Beradi. Ha, qancha turadi o'zi bu? 1,5 million. 1,5 million. Aynan. O'zi arzimagan pul ekan-ku, o'rgilib ketay. Qayta chekkanlaringni ko'rsam, Qaytib cheksak, sharmandangni chiqaraman men aytib. Tur dadangning oldiga boraman. Men hozir uchastkoga kirib uni hal qilib chiqay, tushunardingmi? Xo'p. Ha? Rahmat tog'a. Rahmat. Rahmat. Ruchka tog'a. Sillardi. Barmoq izlaring turibdi bunda. Sharmandangni chiqaraman men. Tashlab yuborsak bo'lmaydimi? Yana umid ursanmi? Bo'l tog'a. Tapotlarni hammasi. Musiqa chekding-ku. Telefonim ketdi meni. Olamiz. Hormasinlar. Assalomu alaykum. Mahallamiz noziri. Raisbek. Bekjon Shukurov. Qandaysiz? Salomatmisiz? Joningiz omonmi? Salomat bo'ling. O'tiring. Yaxshi o'tiribsizmi? Bitta ma'lumotni kirgizib qo'y kompyuterga. O'tiring. Bitta ma'lumot bor o'sha ma'lumot kirgizaverasiz. O'ynaysiz. Ketmasin. Ana, o'sha ma'lumotlarni birga kiritamiz-da, o'rganib ketaysiz. Ha, yaxshi. Ana, bo'ldimi? Ha, zo'r bo'ldi. Qanday ish? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi, zo'r ama. Kayfiyatda. Sog'lik. Aynan. Uydagilar. Onam. Bolla, nevara, hammasi zo'rmi? Zo'r, Nodir Ruchka bor ekan. Hammasi zo'r, ha? Ular hech qachon och qolmaydi. Sizni ko'rganimdan xursandman. Salomat Qani bo'ling. sizga amin. Amin. Ro'yxatga kirg'izyapman-da, boshqa ish. Aynan, ro'yxatga kiritadi. O'rgilib ketay. Bir zarur ishingiz yo'qmi? Zarur ishim bor-da. Nima ish? Menga qarang, bu ko'chalarda, bu mahallani tinchligini kim saqlayapti hozirgi kunda? Hozirgi kunda men saqlayapman. Siz saqlayapsizmi? Shu gapingizga kalbasani halolini yeysiz, aylanib ketay. Amana men mahalla uyma kechani kecha kunduz demasdan turib qarab muammolarni hal qilib turgan. Mana men o'rgilib ketay. Siz ham shu gapingizga kapchonni kalbasi yeysiz. Qo'ying Nodir Ruchka, gapni ko'paytirmang. Aynan. Boshqa ishingiz yo'qmi menga? Ha, mana videosi bilan turibdi, aynan. Buni ko'ring. Mana yoshlar mahallada sigaret chekib o'tiribdi. Ana, bolalar ko'rdingiz? Bemalol bolalar deyishingizni qarang, o'rgilib ketay. Yosh bolalar endi. Yosh bolalar-da, voyaga yetmagan, hali voyaga yetgan bo'lsa, kim qo'yibdi ularga sigaret chekishni? Hali uylanmagan bo'lsa, xotin nimaligini bilmasa, hayot nimaligini bilmasa, ularni qiynalgani PUBG'dan yutqizgani hozir ular. Sigaret chekkaniga o'ylaymi ular? Bir ikki marta ogohlantirish beruvdim bularga. Bularga ogohlantirish berish, ularni jarimaga tortish kerak. Men jarimalarni qarang, qarang. Jarima bu. 10 ta bo'ldi bu bilan. Siz bilan kelishganmiz o'rgilay.
siz 10 ta qoida olib kelsangiz, qoida buzarliklarni olib kelsangiz, 10 ta jarima hal qilsangiz, 50% sizniki deganmiz. O'sha 50% ni bering, men 10-chisi o'rgilib ketay. Qanaqa 50% deganman? 10% deb kelishganmiz. Qanaqa 50% deganman? Nodir ruchkaman deb hamma joyga gapirib o'tadi, men nima desam? Men inspektorman. Hozir siz nima dedingiz hozir? Men shu mahalla inspektori men bo'laman. Inspektor Nozir sizmisiz? Baraka toping. Menga qarang. 50% demaganman. Mahallani tinchligini, mahallaning muammosini kim hal? Men hal qilyapman. Men hal qilyapman. Qani o'tirgan joyingizdan turib, men o'tirish mahallaga yurib kezib muammolarni kim nima qilyapti, nima qo'yapti, hammasini ko'rish kerak bo'ladi. Siz o'tirgan joyingizdan turib yerda bildir qilasiz. Svetofor kim qurdi? Kim qurdirdi svetofor? Siz qurdingiz o'sha svetofordan xabar oling, qizil bilan yashil bir paytga yonyapti. Aynan. Kim qurdirdi, kim qurdirdi? Bu atay qilingan, bu taktika bu. Kameraga shaqillayapti yo'da qizildan o'tdiz degan. Ting. Mahallaning budjetiga ham pul mulla tushyapti, o'rgilib ketay. Men qarang, kelishgan. Maqsadga o'ting. U 50% deb kerak bo'lsa qo'limdan keladi. 50% dedim, 50%. Har 10 ta bo'lgandan jarima olib kelib, sizga beraman 50% dan degan. O'sha 50% berasiz yoki siz bilan boshqacha gaplashib aytib qo'ying. Tamam. 50% qilmang uni haliga qiling. O'tiring, mana bu yoqqa o'tiring. Nima o'tiring? O'tiring. 50% demang. U 50% to'lasa o'zi 50% yoqqa biz tashkilot topshirib yuborsak, 50% sizga berib yubormaymiz. Bu qoidalarni uxlamay kecha kunduz qoida buzarlarmi işte. Menmi? Ishlayapsiz, 50% olib qolib bo'lmaydi. Men yonimdan to'lamayman-ku keyin. Mana qarang. 50% bersangiz berdingiz, bo'lmasa bor-ku. 11-sini ko'ring mana. O'yrilib ketay, kechqurun tungi soat 12. 7-dan 15-padez. 9-etaj. Oy popogda oldiga. Yolg'iz ayol deb rosa ko'p kirib chiqmayapsizmi? Men qachon kirib chiqaman? Ro'yxatga hozir aholini ro'yxatga olib yuribmiz, o'shanga kirib chiqaman. Kechqurun soat 12 da ro'yxatga oladi. Uyda yo'q ekan, keyin bordim, shu aholini ro'yxatga olish kerak. Bir marta oladi ro'yxatga, siz cherezdan olyapsiz ro'yxatga. Men borib olaveraman. U uyda bo'lmaydi. Bolalarini ro'yxatga olaman, o'zini ro'yxatga olaman. Shunaqa qilasiz. Meni sizlar bir shov-shuv qilib, shov-shuv qilib o'rgilib ketay. Mana qarang, 50% dan qilsangiz qilasiz, bo'lmasa bu ro'yxatga olishingizda xotin urug'i, ko'cha kunduzi, hokimiyat, sharmandangiz chiqaradi. Nodir ruchka. Faqat men shu 10 ta bolaga mayli roziman, qolganiga lekin 10% dan aytib qo'y. Bo'ldi. Men o'sha 50% dan bilasizlar karta raqam tashlang. Hozir o'tkazing. Hozir o'tkazaman, faqat men shu 10 ta bolaga keyinlariga. Aynan. Yozib oling. Esdan chiqib ketgan bo'ladi siz raqamni. Ayting. Karta raqamni aytaman, donat qilasiz. Donat. 50% ni donat qiling. Xo'p, 8600 329 1682. Bor ekan-ku mana o'zi. 73. Bor ekan-ku. Bor ekan. Faqat men boqyapman-da sizda. O'rgilib ketay, xudoga shukr, boquvchilar juda ko'p. Bo'ldi, mana dajadim. Aynan, mana qarang. Men o'zim mahalla bilan shug'ullanaman. Siz haliga nima qilib o'tirmang ana? Ko'p ro'yxatga juda ko'p oboryapsiz keyingi paytda. Ayniqsa yolg'iz ayollarni juda ko'p ro'yxatga oboryapsiz. Endi hamma syomkalar turibdi. Ko'zga qarang. Men ketdim, ha? Jonga tegdi bu Nodir ruchka degani. Margumush berib bo'lsam buni yo'q qilaman-da men. Hop, azizlar, Nodir ruchka hikoyasi davom etadi. Meni bir savol qiynaydi. Bu Nodir ruchkani ham bir kuni tanobini tortib qo'yadigan odamlar topilarmikin? Men bunga ishonaman, albatta topiladi. Davom etamiz. Shu yerdamisiz aka? Mana ketdi deb o'yladingiz hozir. Hech qayerga ketayotganim yo'q. Biz sizlarga keyingi lavhani to'g'rilash uchun, tayyorlab berish uchun shundoq men operator bilan gaplashyaptim akajon. Zo'r bo'lar ekan lavhani. Shuni bitta ko'ring-da. Keyin u yog'ini kommentariyada gaplashamiz. Hey jo'ra. Nima gap? Ishting lekin. Lekin yigitni o'zi bilan o'ynashsang ham kartasi bilan o'ynashma deydi. Oshiq bo'rimida nima endi? Yakka, yolg'iz bo'ri. Yolg'iz bo'ri. Jo'ra, aniqmi? Javobi shu gapingga? Birga bir. Akalarim shu yerda bo'lsa kerak. Pulni qanday ko'paytiradi, bir to'g'ri yo'lda ko'rsatsin ular. Qani? Pushaymonsanlik yomon bo'ldi o'ylaga. Mana bir qaror.
olasan. Mana bu 2 karol. Ko'tar. Jo'rajonim. O'rgilaysandan mana bu 6 pagoncha. Mana bu yelkaga. Ha, moro bo'lsin pagonchalar. Oh! Yo, assalomu alaykum. Eski ukamiz-ku, qanday? Ha, kech bir achishga. Yaxshisan, charchabsan, o'tir qani. Ha? O'tir qani. Qani. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hamma topgan-tutganiga Xudo baraka bersin. Qandaysan? Qaysi bo'lib uchirdi? Bir sizlarni bir yo'qlab ketay dedim. Boy aka, Ha. bitta maslahat kerak. Xo'p. Ozgina ishlab shu yiqqan pulim bor edi. Mana u bizni jiyan o'zi qarang. Bu pul toparman bo'lib qolibdi o'zi mana. Malades. Juda ma'lum-da buni. Shunday. Yig'dim ancha. Bir to'g'ri yo'l ko'rsatsangiz aka. To'g'ri yo'l? Toparman tutarmonsiz ha. Shuni pulimni ko'paytirishim kerak edi. Shu Ko'paytirish to'g'ri yo'l kerak. ko'rsatib yuborsangiz shu bilan olib ketaman. To'g'ri yo'l biz ko'rsatamizda. Mana men ko'rsataman-da. Men nechtasiga to'g'ri yo'l ko'rsatganman mahallada. Shunchalar keldim aka. Boringizga shukr. Bir qo'l. Ha, Karta. bitta Yo'q, tashaylik. yo'q. Qayerga bitta tashaylik? Qanday bo'ladi? Zerikkanda o'tiribmiz. Buni ham o'ynamayman deydi. Quruq o'ynaverasizlarmi? Quruq, ha, shunchaki o'yin. Ochkoga. Ha, ochkoga o'ynaymiz. Qizmaydi. Manda pul bor-ku. Manda ancha yiqqanlarim bor. Ha? 100 tashladim mana. Darrov 100 Ha, boshidan. ha yiq. Gap yo'q ey. Ozgina ishladim. Bo'ldi, 100 mi? Tashadik bo'lmasa. Jiya. Xo'p. Yashang. Mana 800. Ana. 800 zot. E, Mayli, men ko'tardim. boshidan oliskucha ham qanday bo'ladi endi? Hali o'yin davom etadi. Davom etadimi? Endi boshladik-ku. Alla Keling des. qani? Ko'tardingiz-chi? Aha. Mana. Mana. Ana chiqarib qo'ydingiz-ku. Mana karo. Bu ham mendan Urasizda, ana shularni keyin mana sizga damacha. Yeah. Qanday bo'larkin? Shunday. Ya davom ettiramizmi? Davom ettiramizmi? Keyingisiga qani sizlar Bo'ldi. Endi sal yana qo'shingda, sal ko'proq odam bo'lsin. Ha? 200 taylaylik birdan. Birdan olasan, jiyan. Pullarimni yig'ib olaman. Ha, birdan. Hop, pul ketasan. Mayli, bo'pti. Tasha, qo'y tursin bu yoqqa pulni. Mana. Gap yo'q. Jiyan, shuni Lekin ayting. yaxshi bo'ladi bu. Yaxshi topishni o'rganibdi, mana pul topishni o'rganibdi. O'zi xulqi yaxshi buni. Ha, zo'r bola bu. Tarbiyasi zo'r. Zo'r bola buni tarbiyasi. Xo'p, Ana, ha, jo'ra. yashang mana. 8-7 ga. Ya, aytyapman, bu bosin duxu bolani bu yo'q. Menga Mendan. mana bu dama. Ha. Mendan. Oldingizmi? Oldim. Mana bu Karol. Ha. Bu zotlarni qaydan olyapsiz aka? Mana 2 tuz. Ey. Mana 2 ta o'yin. Gap yo'q, Yo'q, bo'ldi, Bo'ldi, jiyan. Xafa bo'laman. Hammasini tikaman. Jiyan kerak emas. Hozir. Qanday bo'larkin? Xafa bo'lmaysizlar, 2-3 barobar qilib olaman hozir shu pulni. O'ynaysiz. To'xtatish kerak deymanda. Qo'llizan jiyan. Men boramanmi? Mana. Ha, bosish kerak. Mana. Hey. Tuzim bor. Ketdi. Qattiq ol lekin. Shu safar yutami deymanda. Xo'p. Barobar qilib olaman hozir. Yo'lmas. Jiyan, yo'q. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha. Yutami Jushkon? Ha, Qo'lini ko'ryapsan sen, yutsa kerak, Ha, ha? yutadi. Gap yo'q. Tuzmi? Ketdi. Ana qo'limni chiqarib qo'ydingiz-ku. Joni zamon bo'lsin. Mana 2 ta Karol. Ana. Ha, joni zamon bo'lsin. Mana Damazot, Aha. mana Karol zot, Aha. mana un. Ha, mayli. Endi jiyan sizga to'xtating dedim, to'xtatmadingizda qarang. Lekin bu rahmatli buvozni dug'i yomon balanddi uni. Qaytmaydi. Qaytmaydi hozirgi yoshlar. Jiyan, sog' bo'lasiz. To'g'ri yo'l ko'rsataman degandi shu. To'g'ri yo'l? Ha, to'g'ri yo'lmi? Esdan chiqib ketdi to'g'ri yo'l ko'rsataman. Ko'rsatib yuboring. Shuna chiqishingiz bilan o'ng qo'lga qayirib to'g'ri bosasiz, uyingiz. Bo'pti. Yaxshi bo'ling jiyan. Aka pulimni beringlar, men Nima? pulimni beringlar, ishlab topgan peshona. Qanaqa pul? Ko'paytiraman deb kelgandim. Baraka toping, ko'paytiraman deb biz dolda kelmaysiz-ku. Biz shuni o'ynaymiz, pulga o'ynayman dedingiz. Hayda. Mana, to'g'risi nima deysiz shunga? Hayda. Uni emas-ku. Jiyan. Ha.
Bu yoqqa keling-da. To'g'ri yo'l ko'rsatasizmi? To'g'ri yo'l ko'rsataman, Ayting. qarang, gapni eshit. Ha. Nimaga uryapsiz aka? Nimaga uraman? Hoy. O'tgan safar ham kelib karta o'ynab pulingni yutqizding, yig'laganing uchun qaytarib berdim. Endi 4 so'm pul topib, yana kelib olib bizdan karta o'ynayapsan sen. Endi pulingni qaytarib berish yo'q. Hayda. Bor, qayerga borsang bor. Ey, menga qara, qo'lingga 1 so'm pul tutsa qimor bilan o'ynashma, tushundingmi? Kelib olib darrov karta o'ynaysan, kelib bu yoqqa. O'zlariz qiziqtirdingiz. Qana qiziqtirdi, qiziqtirsa, qiziqtirmasa, voy, yaqinlashma bu uyingga. Tur. Aka, lekin Esri. qaytadan keldim shu sizlarni Bor. Dadasiga sekin yetkazamiz. Ha, dadasi deb. Hozirgi yoshlar qo'liga 1 so'm pul tushib toparman nima qilib. Aql topmaganda bular. Dadasi bir haq beradi. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Milliy TVni ko'rayotganlar, akulani ko'rayotganlar qandini ursin. Charchab keldim yo'llardan, enangni chaqir. Yukni olsin qo'llardan, enangni chaqir. Eshitmaganmisizlar sizlar ham qo'shiqni? Qahramon qarshi yetib YouTube'ga berilib chiqib keladi. Vapsh qo'shiqni zo'ri bor-ku. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.